Bismillah. Assalomu alaykum. Siz hozir ekran oldida turibsiz va hozirgacha bu haqiqatni bilmaysiz. Lekin siz ushbu videoni oxirigacha ko'rganingizda siz dunyo tarixini o'zgartirgan 5 buyuk musulmon haqida batafsil bilib olasiz va ularning hayoti sizni hayratga soladi. Birinchi, Salohiddin Ayyubiy Qurt oilasida tug'ilgan va yoshligidanoq adolat va rahbarlik sifatida tarbiyalangan. Nuriddin Zangining shogirdi sifatida u harbiy va diniy bilimlarni bilgan. 1187-yil Xatin jangida krishtianlarni mag'lub etgan. Quddusga kirganda aholiga qon to'kilmasligi uchun omonlik bergan va shahar aholisini pul evaziga ozod qilgan. Uning adolatli va oliyjanobligi dushmanlari ham hurmat qilishgan. U o'z hayoti davomida faqat adolat va rahbarlikning namunasi bo'lgan va bu qadamlari Yevropani tarixchilarini ham hayratga solgan. Ikkinchi, Amir Temur oddiy qishloq bolasi bo'lgan va 14 yoshida jangchi sifatida tanilgan. Uning orzusi ulkan, davlat qurish va Samarqandni ilm va san'at markaziga aylantirish bo'lgan. Turkiyadan Hindistongacha cho'zilgan Registon va Go'ri Amir kabi arxitektura binolarni qurgan. 1402-yil Anqara jangida Usmoniy sultonni Bayazidni mag'lub etgan va Yevropa davlatlariga nafas olish imkonini bergan. Uning strategiyalari hali ham harbiy ta'limlarida o'rganiladi va u inson aqli va matonatning namunasi sifatida tarixga kirib qolgan. Amir Temur, uni Temurlang deb ham aytishadi. Amir Temur u o'z farzandlariga doimo Qur'on bilan ish tutishni maslahat qilgan. Ibn Sino 10 yoshida Qur'onni yod olgan va 16 yoshida tibbiyot, astronomiya bilan shug'ullangan. Uning Tib qonuni asari 5 jilddan iborat bo'lib, 600 yil Yevropa universitetlarida darslik bo'lgan. U diagnostika va kasalliklar tushunchasini ilk bor qo'llagan. Uning 450 dan ortiq asarlari falsafa, geografiya, matematika va astronomiya sohasida meros qoldirgan. Uning hayoti va ilmiy yutuqlari bugungi tibbiyot va ilmga asos bo'lgan va u tarixdagi eng buyuk olimlardan biri sifatida e'tirof etilgan. 4. Muhammad al-Buxoriy 3 yoshdan boshlab Qur'onni yod olgan va 16 yoshida hadis ilmi bilan shug'ullangan. U Xuroson, Iroq, Hijoz va Misrga safar qilib 600 ming hadisdan eng ishonchlilarini tanlab Sahih Buxoriy kitobini tuzgan. Har bir hadis uchun roviylarning hayoti va ishonchligini tekshirgan va uning kitobi musulmon dunyosida eng ishonchli qo'llanmaga aylangan. G'arb olimlari ham uni qadrlaydi va u ilmiy tadqiqot va inson haqiqatiga bo'lgan mehri bilan mashhur. 5. Muhammad Ali sportchi bo'lib 3 marta jahon chempioni bo'lgan. Lekin u faqat sportchi emas, e'tiqod va erkinlik ramziga aylangan. U Vyetnam urushiga borishda bosh tortgan va ringda turib men musulmonman va men bundan
faxrlanaman degan. U ijtimoiy va siyosiy bosimlarga qaramay e'tiqodini sotmagan va dunyoga erkinlik va haqiqiy qahramonlik namunasini ko'rsatgan. Uning hayoti insonlarga ilhom va jang, haqiqatni himoya qilishda namuna bo'lib xizmat qilgan. Bu 5 shaxsning hayoti sizni hayratga soladi. Ularning tarixidagi ta'siri hali ham seziladi. Ularning harakatlari insonlarga ilhom bag'ishlaydi va har biri o'z sohasida rekord va meros qoldirgan. Ular haqida batafsil bilish tarixni qayta kashf qilishga imkoniyat beradi. Ularning hayotidagi har bir qadam va qaror inson aqli va matonati namunasidir va ularni bilish har birimiz uchun ilhom manbai bo'ladi. Like bosishni va kommentariy yozishni unutmang. Hammaga rahmat.